Qopi 150 mingmi shuni? Biz hozir Qo'qonga, Boboshbek bozoriga kelganmiz, o'sha Durdon opam mashhur magazinlariga. Bu yerda hattoki qo'qonlik savdogarlar ham Durdon opamdan olib ketib zo'r bizneslar qilishar ekan. Qani ko'rib chiqamiz. Voy, bati assortiment ko'pligini qara. Narxlar necha pul ekan o'zi buni? Narxlarini donalab oladigan bo'lsa ham 175 mingdan kiloga, agar 10 kilodan oshiq oladigan bo'lsa ham 160 ming, 100 kilodan oshiq oladigan bo'lsa ham 155 ming, undan ham ko'p bo'lsa ham 150 mingdan kilosini qilib berishar ekan. Bunaqa narx 12 ta viloyatda yo'q-ku. Mana 200 ming, 300 ming bo'lsa kerak, bitta tortib ko'rchi Madina. Keting tortib ko'ramiz. O'rtacha narxda 160 mingdan hisoblab ko'ramiz. 87 ming so'm, 88 ming so'mga to'g'ri kelyapti. Mana 87 ming so'm ekanmi? Bu Qo'qonda bozorda optimga 120 ming, 130 ming berilayotgan bo'ladi. Demak, optimchilar ham olib ketib, bemalol biznes qilsa bo'laveradi. Voy, buni ko'pligini qara, qopi bilan bosib tashlash. Agar qopi bilan olsa ham 150 mingdan berib yuborishar ekan. Bitta qopi 150 mingmi shunda? Yo'q, kilosini 150 mingdan olib borib soqqa qilaveradi tadbirkorlar. Tadbirkorlar bozor aslan unda. Bu yerda hattoki ayollarga, yosh bolalarga Xitoy oyoq kiyimlar 25 mingdan 55 ming so'mgacha boshlanadi. Madina, mana shapkachalarni qara, chiroyliligini. Kecha jiyalang yaxshi ko'rasan, bir dunyo shapka ko'tarib olganing. Qara, hammasiga bittadan oldim, o'zimga ham bitta oldim. Durdon opam manzili shundoqqina Qo'qonda 3 ko'prikda, Tirkata sentrida 1 va 2 etajda joylashgan. Durdon opamdaqa kiloliklar Qo'qonda bozorida yo'q. Kelaverasizlar.